Glow Up birinchi qism. Bu yerda men hali qilgan qarorimdan afsuslanishimni o'zim ham bilmayman. Qaytgancha bundan oldingi qismda Glow Up nima va nima uchun boshlaganimni tushuntirib berganman. Boshlagan serialimni koziri men uchun strishka edi va men bu narsani anchadan beri xohlagandim. O'zimni tanish maysterim bo'lmagani uchun Instagramda birinchi chiqqan salonga murojaat qildim. Hozir Dnevniki vampirov serialini ko'rishni boshladim va aynan shu strishkaga juda ham havasim ketdi. Salonga keldim, obsluživanyasi yaxshi, hammasi joyida, biroz bir-birimizni tushundik. Ammo natijasida menda aralash chussalar qoldi, bilmadim yoqayaptimi yo'q. Qilingan ishni yomon deya olmayman, chunki men bunga tushunmayman. Shu sababli o'zingiz izohlarda prям chestni o'ziningizni qoldiring, menga yarashdimi yo'qmi. Tushkunlikka tushmasdan soch tishmas, o'sib chiqadi deb aptekadan sochim uchun kerakli vitaminlarni xarid qildim. Aynan shu vitaminlar orqali men sochimni 5 yil ichida juda ham siyrak holatdan hozirgi holatiga olib keldim. Ya'ni B12 vitaminini men oddiy o'zim ishlatadigan shampunimga qo'shardim, nikotinoviy kislotani esa har sochim yuvganimdan keyin ishlatardim. Bu bizlar hali uxlab yotgan follikulalarimizni turg'izishga yordam beradi. Maksimalizm bu videoni chiqarishga juda ham qarshi. Ammo shuni aytmoqchimanki, hamma narsa har doim biz xohlagandek bo'lmaydi. Shu sababli men ham xafa bo'lmasdan serialimni davom ettirishga qaror qildim.